Abdulla Rozbaqiyev, tonulgan siyasiyon ve cemaat erbabi. Sovet Uygurlarının dahisi Ahmet oğlu Abdulla Rozbaqiyev. 1897 yılı Almatı oblasti hazırki Emgekçi Kazak nahiyesinin Kiyikbağ yezisida doğulgan. O başlangıç mektebini Rusça okugan bulup, keyinçe Almatadaki muallim yetiştiriş mektebide buğaltırlık kursida okup mektep bitirgenden keyin Verni yani Almata bankasida hizmet kılgan. Abdulla Rozbaqiyev 1918 yılı Almata şehirlik partiya teşkilinin yenideki Müslümanlar tarmıqı ve oblastlık Partikom Milli Meseleler bölümçisinin müdiri bolgan. 1925 yılıdan 1927 yılı Moskova'daki Sovor Dilosovski namideki Komünizm Üniversitetida okugan. 30 yıllarda Kazakıstan'da yani aslida bütün O'rta Asiya Cumhuriyetlerinde ağır açarçılık yüz bergende yemek içmek işlerini nazaret kılış hizmetini işleyen. Abdulla Rozbaqiyev bir siyasetçi bulup kalmay aynı vakitte yazgıcı ve tercüman bulup öz ana tilidan başka Kazak, Rus, Özbek, Tatar tillerini mo nahayet yaxşı öğrengen. Sovet İttifaqı Marksizm, Leninizm, klassik eserlerini tercüme kılgan Muharrirlik Tercüme Merkezi İdarasının müdürlük vazifesini ötegen. Uygurlar nahayet uzun tarihi taraqqiyat jarayonida bulupmu 1678 yılı Cungar qalmaqları Saidiye Uygur xandanlığıga bastırıp kelgenden başlap, ta ki 1962 yıllargacha bolgan arlıqta hazır O'rta Asiya dep atılıvatkan Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tajikistan qatarlıq qeyrindaş Türk ve qo'shni devletlerge bir qancha qitim köçüp berip her qaysi devletlerde o'ltiraqlashidu. Vaqtning o'tishiga ergishib tijorat, o'qish, tuqqan yo'qlash qatarlıq her xil sebepler bilan mo berip o'ltiraqlashib qolgan Uyg'urlarning soni yildan yilga ko'paydi ve Rossiya qatarlıq başqa devletlergacha kengayib, bu devletlerde Uyg'urlarning soni ma'lum nisbatni egallaydi. Bu cumhuriyetlerde yaşavatkan Uygurlarının sani gerçe başka Türk milletlerine nispeten bekle az bolsun mu? 1920 yılıdan 1930 yıllara gelgende Uygurlarının zamanıvi ma'arif bilen terbiyeleniş ahvali başka her qandaq xalqlarga nispeten körnerlik üstün bulup, Uygurlar için köpligen ataqlıq siyasi erbaplar, ziyalilar, alimlar, doktorlar, agronomlar ve başkalar yetişip çıkıdı. 1923 yıldan keyinki bir qancha yıl içidila 500'den artıq Uyghur yaş Moskova, Leningrad, Kazan, Toshkent, Baku qatarlıq şehirlerdeki ali mekteplerge avatilgan bulup, ana shundaq nisbat ta ki 1937 yıllargacha davamlashidu. Bu mezgillerde Uyghur ziyalileri Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan qatarlıq ellerinin madani ma'arif, partiya ve ma'muriy boshqarish sohalarida yetakchilik xizmatlarini egallash mumkinchiliklarini qo'lga keltirdi. Abdulla Rozbaqiyev, Axun Babayev, İsmail Tahirov, Abdug'upur Qurbanov, Yaqub Rozin ve başka onluğan erbaplar O'rta Asiya Cumhuriyetlerinde yuqori rahbarlik vazifelerini öteydi. Abdulla Rozbaqiyev mana mushu O'rta Asiya yetisi Uyg'urlarning ichidan yetishib chiqqan, ko'zga ko'ringan siyasetçi, yazgıcı ve vatanparvar jamoat arboblarining biridir. Abdulla Rozbaqiyev 1920 yılıdan 1937 yılgacha Yettisu tavasida Uyg'ur mashhur arboblar arasida eng yuqori salohiyatga ega bo'lgan kishi bo'lib, u O'zbekiston ve Kazakistan'daki Ali rehberlik derecesinden halkıp Moskova'daki Sovet İttifaqı Kompartiyasi Merkezi Komitetida Milletler İşleri boyunca rehberi vazifege tayinlangan. 1937 yılı Almatıga qaytib kelgandan keyin Kazakistan Kompartiyasi Merkezi Komitetinin Teşviqat Axbarat bölümü başlığının o'rinbosari bo'lib ishlagan.
Yetsuy rayoni O'rta Osiyo tavasida ilg'or zamonaviy millat bo'lib tonilgan Uyg'urlar bu vaqtga kelganda o'z ozodligini, erkinligini qo'lga keltirib, o'zlarining mustaqil davlatini qurib chiqish uchun izlanishga boshlaydi. Bu jihatda Abdulla Ro'zibaqiyov muhim rol o'ynagan bo'lib, o'z millatining manfaatlarini qo'g'dash, Uyg'ur millatining qadrini ko'tarish uchun butun vujudi bilan tirishgan. U o'zining O'rta Osiyo kommunist rahbarlari ishidagi obro'yidan foydalanib, barliq imkoniyatlari bilan Uyg'urlarning madaniyat ma'rifini taraqqiy qildirishini, Uyg'urlarni zamonaviy ong va bilim bilan tarbiyalab, Uyg'ur milliy ozodligini ta'min etadigan kadrlar qo'shiniga ega bo'lish strategiyasini belgilaydi. U ko'p qatim Rossiya Bolsheviklar partiyasi markaziy komitetiga xat yozib, ulardan Uyg'urlarga yordam berishni, Uyg'urlarning o'z vatanida milliy ozodlik inqilob qo'zg'ishini qo'llashni talab qiladi. Ana shu mezgilda Andijon, Toshkent, Olmaota qatorliq joylarda Uyg'ur millatparvarlarining turli tashkilotlari maydonga kelgan bo'lib, bu guruhlar o'z vatanidagi tajovuzchi Xitoy Yang Zemishin, ya'ni 1863 dan 1928, Jinshurin, ya'ni 1879 dan 1941 hukmronligini yo'qotib, o'zlarining milliy jumhuriyatini qurishga tayyorlik qilishga boshlaydi. 1917-yili 5-oyning 5-kuni Olmaota shahrida Boris Budinovning raisligi, Abdulla Ro'zibaqiyovning sekretarligida, ya'ni Qashqariya Jung'ariya ishchi dehqonlar ittifoqi nomli bir tashkilot qurilib, qisqagina vaqtda odam soni 600 ga yetadi. Bu tashkilotga Taranchi Tungan komitetiga qatnashgan va keyin uningdan ayrilgan bir qism ziyolilarmi qatnashgan bo'lib, Abdulla Ro'zibaqiyov, Sopi Zarvatov, Tiyub Haji, Sabitov, Yusuf Ahmadov, Musa Roziyov, Amra Fardinov qatorliq kishilar tashkilotdagi muhim shaxslar hisoblanadi. Shu vaqtda yana Yarkentda G'apparov qatorliqlarning rahbarligida 200 nafar Uyg'ur, Rus va qozoqlardan tarkib topgan ishchilar ittifoqi qurildi. Bu kishilarning hammasi 1918-yildan keyin Yetsu rayonidagi dastlabki musulmon kommunistlarga aylangan bo'lib, 1918-yilning 5-ida Yetsu rayonida musulmonlarning 72 a'zodan tarkib topgan tunji kommunistik partiya yachoykisi qurilganida, mazkur yachoykining 44 nafar a'zosi Uyg'ur, 9 nafari qozoq, 18 nafari tatardan tarkib topgan. Ya'ni Qashqariya Jung'ariya ishchi dehqonlar ittifoqi ismlik bu tashkilot 1921-yili 6-oyning 4-kuni Abdulla Ro'zibaqiyov rahbarligida tashkilotda tunji qitim qurultay chaqirib, bu nomlarni amaldan qoldirib, Inqilobiy Uyg'ur ittifoqi degan nom asosidagi tashkilotni qurdi. Bularning tub siyosiy shuari Uyg'uriston harakatini qanot yoydirishdan iborat bo'lib, ular Qashqarlik va Taranchi deb atalgan aholilarning ayrim xalq emas, balki asli Sharq Turkistonning janubiy va shimolidan ko'chib chiqqan bir xalq Uyg'urlar ekanligini dalillab, ularga o'rtaq Uyg'ur nomini bekitish haqida qaror qabul qildi. Ularning programmalarining muhim nusxasi qo'shna Sharq Turkistondagi tajovuzchi militarist Xitoy hokimiyatini parchaqlab tashlab, u yerdagi Uyg'ur xalqining mustaqil davlati, Uyg'uriston Jumhuriyatini qurishdan iborat edi. Abdulla Ro'zibaqiyovning enisi Abdumejid Ro'zibaqiyovning arxivlaridan aniqlanishicha, Abdulla Ro'zibaqiyov Sharq Turkistonda inqilob qo'zg'ash haqida 1922-yili Stalin, ya'ni 1878 dan 1953 ga maxsus xat yozgan hamda 1923-yili Moskvaga, ya'ni G'arbiy Xitoydagi milliy ozodlik harakati to'g'risida va bizning oldimizdagi vazifalar haqida degan temada maxsus dokument yozgan. Uningdan keyinmi u davomli turda Qozog'iston va O'zbekiston markaziy komitetlariga Uyg'ur masalasi haqida xat yozgan. Abdulla Ro'zibaqiyov 1923-yili Rossiya Bolsheviklar partiyasi O'rta Osiyo byurosiga Uyg'ur masalasi haqida yo'llagan dokumentida Butun Turkiston Avtonom Jumhuriyati tavasida yashaydigan Uyg'urlarning sonliq ma'lumoti haqida ma'lumot berib, Yetsu rayonida 265 ming, Sirdaryo rayonida 30 ming, Farg'ona oblastida 300 ming, Turkmanistonda 2500,
Samarqandda 2500 bo'lib, jami 600 ming Uyg'ur borligini ko'rsatish bilan birga Uyg'urlarning mustaqillik davosini qo'llash to'g'riliq maxsus xat yozgan. Bu vaqtda O'rta Osiyoda faqat O'zbekiston va Turkmanistondanla ittifoqdosh jumhuriyat darajasida edi. Tojikiston Avtonom Jumhuriyati O'zbekiston tarkibida Qozog'iston bilan Qirg'iz Avtonom Oblasti Rossiya Federatsiya Jumhuriyati tarkibida bo'lib, ular taxi ittifoqdosh jumhuriyat salohiyatiga ega bo'lmagan bo'lsa-mu, ammo O'rta Osiyo tuproqlarining siyosiy xaritasi dastlabki qadamda sizilgan edi. 1924 yilga kelganda Moskvaning uyushtirishi ostida oldi bilan O'rta Osiyodagi qayrindosh Turkiya xalqlarining millat tavalligi sun'iy usulda ayriladi. Orqadanla Uyg'urlarga ayrim tavallik bo'lib berilib, Turk millatparvarlarining o'rniga ayrim millatparvarlik ideyalari dastildi. Ilgari oxiri O'zbekiston, Turkmaniston, Qozog'iston, ya'ni dastlabda avtonom jumhuriyat bo'lgan, keyin ittifoqdoshlik darajasiga ko'tarilgan Qirg'iziston, ya'ni avtonom jumhuriyat, keyin ittifoqdosh jumhuriyat bo'lgan va Tojikiston, ya'ni avtonomdan ittifoqdoshlikqa o'zgargan ittifoqdosh jumhuriyatlari qurildi. Mana bu vaqtda Uyg'urni parchalashning modeli, taranchi, Qashqarlik jidili Sovet Rossiyasining O'rta Osiyoda, ya'ni etining chegaralarini ayirish, milliy jumhuriyatlarni ta'sis qilish shuari ostida Turkiy xalqlarini parchalaydi. U yillarda Uyg'urlar bilan o'zbeklar bir-birini, ya'ni Qashqarlik, Anjonliq deb ataydi. 1924-yilga kelganida Qashqarlik deb atilishining o'rniga Uyg'ur, Anjonliq deb atilishining o'rniga O'zbek deb atiladigan milliy farq o'rin oladi. Sovet ittifoqi Uyg'ur xalqini sun'iy usulda mana mushundaq parchalayotgan yillarida bular yetmagandek, o'zlarini bilarman hisoblaydigan ba'zi kishilar o'tirg'i chiqib, taranchilar ayrim, Qashqarliklar ayrim millat deydigan sapsatini ko'tarib chiqdi. Shuning bilan O'rta Osiyoda yashayotgan janublik Uyg'urlar bilan shimollik Uyg'urlardan iborat Uyg'urlarning bu ikki guruhi bir yerda o'ltira olmaydigan, bir-biriga qiz berishni xohlamaydigan bo'lishib, o'zaro dushmanlik avj ilishga boshlaydi. Uyg'urlarni ittifoqlashtirish to'g'riliq shuncha xizmatlar ishlagan bo'lsa-mu, yanala foydasi bo'lmaydi. Bu vaqtda Abdulla Rozbaqiyov qat'iylik bilan o'tirg'i chiqib, 1921-yili 6-oyning 4-kuni Toshkent qurultayida qabul qilingan qaror bo'yicha burunqi taranchi va qashqarliklarning hammasining asldan Uyg'ur ekanligini bekitib, Uyg'ur nomini rasmiy holda qonunlashtirib e'lon qildi. Abdulla Rozbaqiyovning bu harakati orqali 500 yilga yaqin unutilgan Uyg'ur nomini asliga keltirishda hal qilg'uch rol o'ynaydi. Ili vadisidan chiqqan ham yerlik taranchilar asosligi 7 su rayonini asos qilgan bo'lsa, Qashqarliklar, ya'ni butun Tangri tog'larining janubidan ko'chib chiqqanlar Farg'on vadisini hamda Qirg'izistonning Qoraqo'l, Pishkek, ya'ni Bishkek qatorliq shaharlarini makon qilgan edi. Odatdagi xalq bir chetda qilib, hatto taranchilardan kelib chiqqan Uyg'ur ziyolilari bilan Qashqarliklardan kelib chiqqan Uyg'ur ziyolilari bir-birini qattiq so'kishib, Uyg'ur tilining o'rtaq adabiy tilini bekitishda 20 yilga yaqin vaqt olishdi. Farg'on vodisidagi Uyg'urlar Sabirjon Shokirjonov boshlig'ida Qashqar dialektini Uyg'ur adabiy tili qilamiz desa, Ili vodisidan ko'chib chiqqan Uyg'urlarning ziyolilaridan Latib Ansari qatorliqlar taranchi shivisini adabiy til qilamiz deydi. Bu kurashda 1933-yili Stalin tarafidan Sharq Turkistonga avatilib, bir mezgil Qashqarda saqchi boshliq bo'lgan 1937-yili Mamtili Tavfiq, ya'ni 1901dan 1937 qatorliq 300 dan ortiq Uyg'ur ziyolisini Qashqar turmasiga o't qo'yib, ko'ydirib o'ltirish fojiasining asosliq javobgarlaridan biri bo'lgan Qodir Hojimi qatnashgan. U 1928-yilgacha Qutulush gazetining mas'uli bo'lib, ya'ni Qashqarlik ayrim millat degan ideyasining eng kuchli targ'ibotchisi edi. U bu gazetda maqola yozib, taranchilar bilan Qashqarliklarning ikki millatga tava bo'lishi ideyasini targ'ib qilgan. Ular
İlişivesideki dərslik kitaplarını ballarga o'qitmaydiganligini, chunki Qashqarliklarning taronchilarning tilini tushunmaydiganligini, buningga qaraganda tatarlarning tilini yaxshiroq tushunadiganligini dalillashga ko'p tirishgan. Abdulla Rozibaqiyov bu ideyaga qat'iy qarshi chiqqan. U Qodir hojichilarni tanqid qilib, Qashqarlik taronchi deganlarning hammasining sun'iy usulda paydo bo'lgan nomlar ekanligini, uning hargizmo ikki millatga vakillik qilolmaydiganligini, ularning hammasining amaliyotda Uyg'ur elidan chiqqan bir Uyg'ur millatining ikki guruhi ekanligini ko'rsatgan. Ammo Qodir hoji buning bilan to'xtab qolmay, Uyg'urlarning o'z ichidagi ziddiyatni o'zlari kelishib hal qilishning o'rniga yotlarning qo'li bilan o'z raqiblarini jazolash taktikasini qo'llanib, Abdulla Rozibaqiyov ustidan Bolsheviklar partiyasining yuqori organlariga arz qilib, uningga pan-turkist, pan-islamist, Anvar Pashaning qo'l chumoqchisi degandek atalmish jinoyatlarni ortib, Moskvaning jazolashini taklif qilgan. Keyin bir bütün Uyg'ur milliy ideyasining himoyachisi hisoblangan Abdulla Rozibaqiyovning gunohsizligi tekshirib e'lon qilingan. 1937 yilga kelganda bu jidallar asosiy jihatdan oxirlashadi. Ammo Jallod Shinsay, ya'ni 1897 dan 1970 Sharq Turkistonda taronchi millatini yasab chiqib, eldagi taronchi va Qashqarlik tarafdorlaridan gumashtlarni tepishib, Uyg'urlarni bo'lish uchun ishiltidi. Bu vaqtda asldan Abdulla Rozibaqiyovga qarshi bo'lgan, keyin G'o'ljiga qochib kelgan Husayn Tarinov taronchi tarafdori bo'lib, Shinsayga moslashidi. Shundaq bo'lsa-mu, u 1937-yili o'xshashla Shinsay tarafidan o'ldirildi. Afsuski, Abdulla Rozibaqiyov rahbarligidagi Uyg'urlarning mustaqillik g'oyasi va orzusi Moskvaning manfaatlariga uyg'un kelmaganligi uchun Stalin Uyg'urlarning manfaatlarini qurbon qilib, Xitoy siyosati uchun o'yinchilik qilib berdi. Stalin Shinsay bilan hamkorlash orqali bir tarafdan Sharq Turkistondagi qo'zg'olonlarni va 1933-yili 11-oyning 12-kuni Sobit Tamollam, ya'ni 1883 dan 1941 bosh ministrligida qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati davlatini tunjuqtirsa, yana bir tarafdan O'rta Osiyoda mavjud barliq Uyg'ur harakatlarini, shuningdek Uyg'urlarning vatanparvar ziyolilarini nazorat ostiga oladi. Amaliyotda 1937-yildagi tozalash Sovet va Sharq Turkistonda tangla ilib berilgan bo'lib, chegirning har ikki tarafdagi Uyg'urlarga ortilgan atalmish jinoyatlar o'xshash bo'lgan. Bular pan-turkist, pan-islamist, trotskchi, xalq dushmani, millatchi, jahongirlarning g'olchisi va shpiyoni, xoin va boshqalar edi. Abdulla Rozibaqiyovni o'limga buyurganda, uningga ortilgan atalmish jinoyatmi pan-turkist va trotskchi, millatchi va boshqalar bo'lgan. Qodir hoji bo'lsa Stalin tarafidan e'tiborlanib, Shinsayga yordamchilikka avatilgan. Uning qo'li o'z vatanidagi minglagan o'z qarindoshlarining qonlari bilan bo'yalgan. Qisqasi 1937 dan 1938 yillari Sovet ittifoqida Stalin Sharq Turkistonda Shinsay mayli taronchi ideyasining himoyachilari bo'lsin va yoki Qashqarlik ideyasi yoki umumiy Uyg'ur ideyasi bo'lsin va yoki umumiy turk ideyasining himoyachilari bo'lsin, baribir hamma Uyg'urlarni qarqo'yoq jazolaydi. Umuman 20-asrning boshlarida ana shu har xil ideyadagi Uyg'urlar burunroq ittifoqlashib, bir ideya asosida o'z huquqlarini qo'lga olish uchun tirishmay, o'zaro ittifoqsizlik va dushmanlik qilib, oxirida o'zlarining o'rtaq dushmanlari tarafidan birdek gumron qilib etishdak fojialik o'rtaq taqdirga duchor bo'ladi. Sharq Turkistonning mustaqilligi va Uyg'ur nomining asliga kelish uchun bir umr kurash qilgan Abdulla Rozibaqiyov garchi mustaqil Sharq Turkiston davlatini qurib chiqish orzusini amalga oshira olmagan bo'lsa-mu, ya'ni garchi 20-asrning boshlarida Charoskiyning turklarni parchalab, O'rta Osiyoni o'zlashtirish ehtiyoji uchun bo'lsa-mu, taronchi, Qashqarlik, Olti shaharlik degandek nomlarning o'rniga 500 yilga yaqin unutilgan Uyg'ur nomining avval Yetsu rayonida, keyin Sharq Turkistonda va butun dunyoda umumlashini amalga oshirgan.
Uyg'urlarning mustaqillik g'oyasini texmo kuchaytgan. Tonulgan siyosiyon va jamoat arbobi Sovet Uyg'urlarining doisi marhum Abdulla Ro'zboqiyev 1938-yili 41 yoshida Stalinning buyrug'i bilan etilib o'ldirilgan. Qozog'iston mustaqil bo'lgandan keyin Olmaota burunqi 17-liniya deb ataladigan cho'ng ko'chaga Ro'zboqiyev ko'chasi deb nom bergan. 2012-yili 10-oyning 17-kuni Olmaota viloyatining Emgakchi Qozoq noyasiga qarashliq Toshkent suv yezisida Abdulla Ro'zboqiyevning haykali qaytadan turg'izilgan. 2012-yili 1-oyning 31-kuni Olmaotadagi Avrinzov noyasining Do'stlik mahallasiga o'rinlashgan Abdulla Ro'zboqiyev nomidagi 153 maktab gimnaziyada uning tug'ilganining 115 yiliga beg'ishlangan tantanlik marosim o'tkazilgan. 2014-yili 10-oyning 25-kuni Abdulla Ro'zboqiyev nomidagi 153 maktab gimnaziyaning qurilganiga 50 yil to'lish munosabati bilan cho'ng bayramlik marosim bo'lib o'tgan.